Tushunibsin, mana nihoyat ozgina qoldi, mana o'z qishlog'imda keldim. Aytgancha hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Yamal. Yo'q, albatta Steam Minecraft o'ynashlar, men Yamalni skildaman qarang. Siz Babsamisiz desalar, umuman deganda yo'q. Shunchaki esdalik uchun Babsani Yamalni, ya'ni Babsani formasini kiydim, kavachi Babsani skini. Sizlar e'tibor qilmaysizlar. Qani videoni boshlaymiz. Nimasi mana obunachga qaranglar. Men qishloqqa keldim. Va nihoyat shahardan kelyapman. 128 ming dollar pulim bor. Qolgan uylarni hammasini sotib oldim. Mana bu uyimni ham sotib oldim. Jonos, endi qaysi uyni olishni istamayapman. Shunaqa uy kerak yana. Bu uy sotilgan. Ana o uy sotilgan, kuznetsa sotilgan. Kuznetsa ham meni kuchuydi. Mana bu bomj boyib ketgan. Obunachlar, menga e'tibor qilmaysizlar. Bomj bezor boyib ketgan. Millioner bu kabichi. Bomj bezor mayli. Votta. Tushunibsin bu uy. Nima bo'ldi? Do'stim bu qishloqqa bormikan? Do'stimni qidiryapman. Do'stimni Brent degan do'stim bor. Hozir uni chaqiraman. Tushunibsan? O'sha Brent, uydamisan? Brent. Ha, uydaman, kiraman. Salom Brent. Vaalaykum assalom, yaxshimisan? PUBG qo'rqyapsanmi? Ha, PUBG qo'rqayotgandim, o'ynamaysanmi? Yo'q, va nihoyat shahardan qaytdim, lekin menga uy kerak. O'zing tanlov. Qanaqasiga sen meni yordamchisan endi. Mayli, birinchi eslasizlar, ana shu uy meni uyim bo'lgan. Mayli, meni ham sotib oldim juda arzonga. Mayli. Balki aytib ko'raman o'sha uyni olaman deb. U oldinlari do'stimning uyi bo'lgan, lekin bilmayman kim yashaganini. Do'stimning oilasi yashagancha, Davay, ot. Yana keldingmi? ha, ana uyni kabuchi men sotib olmoqchiman. Nima, aqldan ozganmisan? Shunova. Nimaga? Bu yerda arvohlar bor, arvoh. Qanaqa arvoh tushunibsin? O'g'ishlar qanaqa? U yonib ketgan uyga o'xshaydi. Ha, shunaqa. Unda men uyni olaman, bemont qilsa bo'ladi. Qanaqasiga uyni olman? Eshing bo'lmasin, hozir merga aytaman. Yana o'shanaqa uyda olamiz, mamnaqa uy. Qiziq, uyga nimalar bor ekan? Mayli, xo'sh. Hop, kabachi. Hazil obunachilar, hazil. Shunchaki men pullarimni shaharda qo'ygandim. Mana bu uy ham, mana bu kuznitsa ham, ana to'bidagi uy ham meniki. Hazillashdim. Axir meni endi to'rtinchi o'yin bo'lishni istayman. Axir qo'rqdim, hali mashina ham. Mayli, uni 2 etash qilib olaman o'zimga. Taq, janob mer. Assalomu alaykum. Mana bir oy shaharga ketgandim. Nima? Assalomu Nima bo'ldi? Sotqin akasi, Barsa. Yo'q, janob men qiziqmisiz? Mana bu yalman. Men istalik uchun kelib yuraman, kabuchi men ana uyni sotib olmoqchiman. Nima, aqlni o'zgamsan? Uyga ruhlar bor. Buni hikoyasini aytib berasizmi? Yo'q, aytib berish juda uzoq. Keyinchalik aytib beraman. Uyga yashaman, ruhlar bor. Qanaqa ruh? Men bilmayman, kabuchi. Janob men uyda Nima? Hali meni uyimni sotib olmoqchimi? Yo'q. Men yo'l qo'ymayman. Yo'q. bo'ldi. Qilib berasiz dedimmi, qilib berasiz. Mana sizga ko'p to'layman. Mana 1300. Uncha pul kerak emas. $1000 yetadi. Yetadi, mana sizga $1100. Kabuchi qo'ygan ham men narsalar olishim kerak. Bo'pti, bilasiz, kabuchi. Janob men aytgancha oyligimni ham berishingiz kerak edi. Esingizdanmi? $900. 900 qoladi. Mayli, jitel sal chiqib o'tdi, yosh bachchaga o'xshaman. Bo'ldi, obunachilar, mana biza u uyni olamiz, mana. Nihoyat mana shu do'stimni uyini olaman degan edim. Nimani edi? Tushunasizmi, do'stim aytgan gap haq bo'lsa kerak. Mana bu yerda
to'saqlab qo'yishgan. Tushunsin uyni. Yaxshilab. Nima? Tushunsin bu uyni egasi vafot etganmi? Tezda uyni remont qilish kerak. Obunachilar qon. Tushunsin obunachilar nima bo'lyapti bu yerda? Mayli tezda remont qilmasak bo'lmaydi. Mana bu narsalarni tezda olamiz. Tezda ana shu narsalarni olamiz va narsalar mana buni tushunsin qayerda qo'ysam tushunsin mana qon tushunsin keyinchalik narsalarni o'zim anavi qilaman hozir buni remont qilsam umid qilamanki pulim yetadi. Bloklarga tushunsin yomon sasiyapti. Tushunsin yomon la'nati hozir tushunsin o'zimga ko'mir qilib olishim mumkin. Judayam zo'r ekan. Mayli bizga kerak bo'lmaydi. Mujizilga berib topishim mumkin, lekin bu yerda ham qon. Tushunsin olmayman. Mayli mana ko'mib tashlaymiz. Bu yerda o'pa bo'ldi. Hozir ana bo'ldi qon kerak emas. Tushunsin qanaqasiga shunchalik yonib ketgan ekan. Mana shu qizil. Mana bu ham olovga aylanib qotib qolgan olov. Tushunsin xavfli. Yomon ham issiq ekan bunachilar. Pikap qildim-da. Tushunsin. Tushunsin mayli qolib ketdi. Xo'sh, mana buni hozir eng asosda yo'q. Tushunsin. Minecraftda ko'rdinglarmi? Yomon uchib keladi. Xo'sh, bizning instrumentlarimiz hozirchalik yaxshi. Mana bularni olamiz. Mana yaxshi ajoyib. Hozir birinchi bo'lib bizda xo'sh kabuchi yaxshi. Xo'sh, mana buni qilib bossak, albatta shu uyda yashaymiz. Endi bu 4-o'yin kuznitsani ham men sotib olganman. Men millionerman. Shaharda hamma bankomatimga qo'yib keldim. Uyda ham domim bor, 3 xonali domim. Shunchalik boymisan senlar albatta. Tushunsin bekorga emas ekan instrumentlar olib yurish. Mayli yaxshi qilichim, Minecraftga qilich suvda o'ynashlar. Shing mayli iloji yo'q. Mafsas qonlarni olamiz. Mana bu ham ortiqcha. Tushunsin mana bular ham ortiqcha bizga kerak emas. Musibga tayyorlaymiz bularni. Yaxshi bular bizga kerak emas. Hammasi kerak emas. O'zimizga boshqa mebellar yangisidan ular necha yil birovnikini olib bo'lmaydi bunachilar. Mayli birovni uyini sotib olyapmiz. Nimaga bu yerda arvoh bor deyishyapti. Meni fikrimdan o'zlaricha qaytarib qo'ymoqchi. Bu qishloqda men boymanmi bo'ldi, meni gapim bo'ladi. Mayli bunachilar tezda qilib olamiz. La'natlangan uy deyishadi buni ko'plar. Mayli xo'sh, hech qisi yo'q. Уже 8 minut o'tibdi. Mayli hozirchalik remontni qilib bo'lamiz. Xo'sh, yaxshi. Buni sindiramiz bo'ldi. Bittasi qoldi. Oppa mana zakaz qilib hammasini qo'yib bo'ldim. Eshik va balki jinsi eshikni balki yasarmiz avvashlar. Juda ham yaxshi. Bu dabaqlar bo'lmaydi. Bizni qanaqa dabaqdan olsak bo'ladi. Tushunsin yomon chapchadim. La'nat obunishlar. Like bosib qo'yinglar. Sizda meva yolg'onatimon xon. Xo'sta barsani kiyimi chiroyli. Shuning uchun kiyingandim. Sizlar bu sotqin o'ylamayman. Mayli 50% barsaman 100% berolman. Shunaqa labaq ko'p to'g'ri bo'lmishda. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi endi o'zimizga webstack yasadik ketdik uyga. Yaxshi bo'nashlar. Yomon emas. Bu uyimga keldim. Bu uyga ham yashayman. Hali xabar olishim kerak bu uydan. Ikkita bunaqa uyim bor. Mana bu biroz g'alati bo'libdi. Mayli turaversin. Keyinchalik tomni qilaman. Lekin tom bloklab qolmabdi. Shuning uchun mana qayerda qo'ysam, mana bu yerda qo'yaman. Bu yerda bitta dona eshik, tushunsin 3 ta mayli qolganini asrab qolaman.
Xo'sh, endi mebellarni zakaz qilsak, telefonim hozir cho'ntagimdan. Xo'sh, va bo'ldi, xolodilnikni o'rnatdim. Juda ham qiyin ekan. Polka o'rnatildi, bo'ldi ana. Endi qolgan mebellar qoldi, obunachilar mana ozgina qoldi. Bo'ldi, mana bunaqa boshqa teshik menga o'xshab ketadi, lekin bunaqa men emas. Mana xuddi Janob Mevdekidek qildik. Endi og'ib ekan. Shunisi belim. Opa yaxshi bo'ldi. Ana keyin bo'ldi. Uyga yashasak ham bo'ladi. Shunisi mana bu yerda yetishmayapti. La'nati, hozir bizni hech nima qilmaydi. Mana bunaqa tabaqdan olsak yaxshi. Opa yaxshi, bu ham kerak bo'ladi bizga. Obunashlar mana yaxshi. Xo'sh, mana bu yomon kuchayib ketibdi. O'sha mana reason mayli bizlarga e'tibor qilmaymiz. Bizlarni o'zimiz maqsadimiz bu. Mana ajoyib. Endi bu yerda xo'sh, kabochi maqsak, obunachilar, maqsak. Bo'ldi, rahmat Janob Mevga, rahmat. Olsun. Yomon og'ib ekan, tezmi? Kompyuterim stolda qo'yamiz. Mana ki obunachilar, mana kompyuterim ham bor. Mana o'zimga haqiqiy polkacha yasab bo'ldim. Bu yoqqa tumochka narsalar solaman, bu yerda televizor. Aytinglarchi, kimni uyiga o'xshayapti bu obunachilar? Aytinglarchi, bu uy kimni uyi o'xshadi? Albatta kommentga fikringlarni kutaman. Janosin, mana buni noto'g'ri qo'yibman. Hozir bu yerda narsalarni qo'yamiz. Gap tamom, vassalom. Xo'sh, mana bu yerlarni olamiz-da. Bizda taxta bormi? Yog'och. Jamiz yog'och qolmadi. Bu kitoblar balki ochib ko'raman. Qurol yetib kitobi bor ekan. Yasikoni, ana o'zi kim Yasikoni videosini yaxshi ko'radi? Albatta Yasikoga obuna bo'lib qolamiz. Agar yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, albatta menga ham qani stolchaga haqqa o'tsa, mana shu yerda o'tib olamiz, ham o'qib chiqamiz. Shunsin yomonam. 1,5 soatcha kitob o'qidim, ko'zlarim og'ib ketdi. Qirol bitsa shu bilan o'rtog'i o'ldirib qo'yibdi minoradan. So'ng obunachilar ajdarho kelib uni qutqaribdi va ko'zi ko'kka aylanib qolibdi. Xullas shunaqa gaplar. Obunachilar, men bu kitobni o'qidim. Hozir buni solib qo'ysak, meni pullarim qani obunachilar? Axir o'zim solgandim-ku. Nima bo'lyapti menga? La'nati. Meni pullarim qani? Shunisi hammasi mana babsan kiyimini kiyganim uchunmi? Yo'q, emas. Shunisini o'ylamaymiz. Qani? Shunisi meni qani qayerda? Janosin, kompyuterim ham o'zi vaqti ana bo'lib ketdi. La'nati bo'ldi. Tushib ketdi. Balaga stol namcha bunaqa. Janosin, stolam bir ana ekan. Ana kitob. Qani? Salom, yaxshi chiqibding. Ha, lekin meni pullarimni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Jitil qaba, sen o'g'irlagansan-a? Qanaqa shunchaki sening uying qo'yib ketuvdim. Ayyo, o'g'irlaganim yo'q. Shundan 100 dollar pulim. Shuncha yo'qotaman. Obunachilar, men kitob o'qiganimga mana bu darvoza ochilmasdi. Yopiq edi. Shunisi mana bu eshiklar ham. Nima? Men mana bu yoqqa o'tirib, mana bu stolda nima? Shunisi kim bo'lishi mumkin? Hey, nima bo'ldi? O'zi bir minut. O'sha pullarim yetib qoldi. Nima? Qani, qayerda? Tushunibsan, xolodilnikmi? Lekin mana bu nimadi? Shunga qiziqyapman, obunachilar, nima bo'lishi mumkin? Yo'q-mayo, kommentariyada kutaman fikrlaringizni. Nima? Xo'sh, daftarni ichini ochamiz. Xo'sh, bugun bu uydan nimada? Bugun bu uydan ketmasang, Lason
Nima? Yo, nima balki janob mer aytgan gap to'g'ri ekanmi? Yo, bo'lishi mumkin emas. Tezda politsiya chaqiramiz, janob merni oldida borib, la'nati bu nima bo'ldi? Kim olsin? Obunachilar, la'nati janob mer. Men senga uydan ketganmidim, anaki. Sizlar esa kanalga obuna bo'linglar.